joy machitiga keldik. Endi Bursada bu yerda asosan hammasining o'zini nimasidandir mashhur-ku. Bursada Usmoniylar imperiyasi saltanati bo'lgan ekan bu yerda. Hozir boya videoga tushgan joyimizda devori, o'sha qal'a devorlari bor ekan. Keyin ana o'sha kashtan bilan mashhur ekan bu yer. Kashtan. Qanaqadir meva kashtan. O'sha kashtan bilan mashhur ekan. Shunaqa deydi. Pichoqlar ekan, Bursa pichoqlari bor ekan. O'zimiz chus pichoqlari deganda bu yerda Bursa pichoqlari bor ekan. Shunaqa. Yana nimadirlar. Keyin haqacha kiyimlar bor, qilichlar. Asosan dedashi Usmoniylar imperiyasini maqbarasi bor ekan ichida. Shu menimcha bu yerga kirgan joyimiz hammasi oilasiga o'xshadi. Shu Usmon G'azini xotini deganni o'qib qoldim. Rasmga tushirgan joyim bor. Juda katta toshdan bir allambalo binolar. Keyin baribir binolar qurilishlar hammasi bu yerga Rim nimalarga o'xshab ketadi. Nima deydi? Barokko deydimi? Stil, qanaqadir shunaqa stil. Stil shunaqa. Eskicha. Yevropeyskiy, Italiya shunaqalarni o'sha.